Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Ovozimiz boryaptimi? Ovoz borayotgan bo'lsa, demak, test tahlilini boshlaymiz. Demak, birinchisida aytyapti, 2 yillik o'simliklarni belgilang deyapti. Demak, bizlarda 2 yillik o'simliklar lablagi A variant qaraymiz, lablagi sabzi, sholg'om, karam. Demak, hammasi demak bizlarda 2 yillik o'simliklar. O'zi 2 yillik o'simliklar qanday bo'lsa, birinchi yil ildiz meva hosil qiladi, ikkinchi yili uzun poyali demak urug' hosil qiladi. Demak bizlarda birinchi savolimizda demak A javob bo'lyapti. Demak lablagi sabzi, sholg'om, karam. Xo'p. Ikkinchi savolimizda qirqquloqlarning sporofit uchun xos bo'lgan va xos bo'lmagan belgilang deyapti. Demak bizlarda sporofit o'zi bug'un qanaqa desa, sporofit bu jinsiz bug'un bo'ladi. Ya'ni qirqquloqlarning jinsiz bug'uniga xos bo'lgan va xos bo'lmagan ma'lumotni topishimiz kerak. Hop, demak birinchisi spora hosil qiluvchi jinsiy bug'un, ya'ni gametofitga xos bo'ladi. Demak bu sporofitga xos bo'lmagan. Uchinchisi souruslarga ega. To'g'ri, demak bularda sourus bo'ladi. Qirqquloqlarda sporalari souruslarda yetiladi. Demak, uchinchisi demak xos bo'lgan ma'lumot yashil yuraksimon o'simtaga ega. Demak, yashil yuraksimon o'simtaga ega bu xos bo'lmagan, ya'ni bu yashil yuraksimon o'simta gametofitga xos bo'lgan xususiyat. Hop, 5-inchisi fotosintez qiladi. To'g'ri. Ildizpoyali o'simlik. To'g'ri. Ko'p hujayrali arxigoniyaga ega. Ko'p hujayrali arxigoniyaga ega bu gametofitga xos bo'lgan ma'lumot. Demak, bizlarda ikkinchisida, uchinchisi demak souruslarga ega va ildizpoyali o'simlik. Keyingisi demak zigota hosil qiladi. Spora hosil qiluvchi bo'tmachaga ega emas. Demak bizga xos bo'lmagan ma'lumot. Demak bizlarda ikkinchisi D javob bo'lyapti. D javobimizda demak 3-6 xos bo'lgan, 1-2 xos bo'lmagan javob. Uchinchisida, uchinchi savolimizda A tirik, B o'lik hujayralar to'g'ri belgilangan xatoni toping deyapti. Ya'ni bizlarda tirik hujayra va o'lik hujayrani topishimiz kerak. Tirik hujayramiz floema va kalenxema to'qimalari, o'lik hujayralarimiz ksilema, skleroxema. Ya'ni ksilemalarning vazifasi nima? O'zi tirik hujayralar vazifasi nima? O'lik hujayralarning vazifasi nima? Shuni bilib olsak bo'ldi. Demak bizlarda floema, ya'ni poyadagi organik moddalarni ildizga o'tkazish vazifasini bajaradi. Kalenxemalar ham demak yosh barglarda bo'ladi, ya'ni tirik hujayralar fotosintez qiladi. Meristema, ya'ni hosil qiluvchi to'qima, ya'ni o'simliklarning ildizi va poyasining uchki qismlarida joylashgan bo'ladi. O'lik hujayralar esa ksilema, skleroxema, ya'ni ksilemalar o'lik hujayra ildizdagi suv va mineral tuzlarni poyaga o'tkazish vazifasini bajaradi. Skleroxema, ya'ni meva etida bo'ladi. Ya'ni meva etida bo'lsa, masalan, nok yeganlaringizda qattiq toshchalar bo'ladi. O'sha skleroid hujayralar bo'ladi, ya'ni o'lik hujayralar. Demak, bizda 3-savolimizda B javobga to'g'ri kelyapti. Hop, 4-sida qiyshiq gulli o'simliklarni belgilang deyapti. Qiyshiq gulli o'simliklarimizda demak bizlarda gladiolus, nastarin, isfarak, rayhon, marmarak, kiyik o't, loviya, burchoq, beda. Demak mana shularimiz qiyshiq gulli. Qolganlari to'g'ri gulli. Ya'ni angishvona gul ham bor.
Demak, bizlar 4-savolimizda B javobga to'g'ri kelyapti. Ya'ni B variantdagi savollar qarasangiz, hammasi qish gulli o'simliklar berilgan bizlarda. Hop. Keyingisida demak, funariyaning jinsiy bo'g'imi uchun mos keladigan javobni aniqlang deyapti. Demak, bizlarda funariyaning jinsiy bo'g'imiga gametofitlar kiradi, ya'ni anteridiy, arxigoniy, spermatozoid, tuxum hujayra, zigotalar kiradi. Hop. Demak, bizlarda birinchi variantimizda anteridiyda 2 xil spermatozoid hosil bo'ladi. Bu to'g'ri. Ya'ni bizlarda jinsiy bo'g'imga xos. Arxigoniysi bir hujayrali. To'g'ri, 2 ham xos. Uchinchisi, jinsiy hujayrasi barglar orasida hosil bo'ladi deyapti. Ya'ni barglar orasida emas bu. To'rtinchisi, urug'langan tuxum hujayra hisobiga rivojlanadi deyapti. Bizlarda urug'langan tuxum hujayra hisobiga gametofit emas, ya'ni jinsiy bo'g'in emas, jinsiz bo'g'in rivojlanadi. Zigota hosil bo'ladi. Zigotadan sporofit o'sib chiqadi. Beshinchisi, poyabargli o'simlik, ya'ni bularda poyabarg bo'lmaydi. Oltinchisi, ko'p hujayrali shoxlangan yashil ip hosil qiladi. To'g'ri. Yettinchisi, spora hosil qiladi. Ya'ni bularda spora hosil qilishi jinsiz bo'g'inga xos. Demak, bizlarda bir bilan olti, demak, jinsiy bo'g'iniga xos bo'lgan ma'lumot. Demak, bizda ajoqli, yonbarchali, hop, panjasimon, murakkab toqpatsimon, ya'ni bularda patsimon ham bo'ladi, murakkab toqpatsimon ham bo'ladi va poyada navbat bilan joylashgan. Qarama-qarshi joylashgan emas, faqat navbat bilan joylashgan. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, 8, faqat 7 bor javobni chiqarib tashlaysiz. Lekin bularda poyada qarama-qarshi emas, navbat bilan joylashgan barglar bo'ladi. Shunda demak bizlarda 6-sida kelyapti. Ya'ni oddiy yonbarchali, panjasi murakkab, patsimon, murakkab toqpatsimon. Ya'ni faqat asosiy xo'jayin bo'lishi kerak. Birinchisida Exinokok deyapti. Exinokok asosiy xo'jayini yirtqich hayvonlar, ya'ni it, bo'ri, tulki, mushuklar. Oraliq xo'jayini odam, qoramol. Ya'ni bunda oraliq xo'jayin bor. Bir bor javob chiqib ketadi. Ikkinchisi jigar qurti. Jigar qurtining asosiy xo'jayini odam bilan qoramol, oraliq xo'jayini suv shillig'i. Demak, uchinchisida bolalar gijjasi, ya'ni bolalar gijjasida oraliq xo'jayini yo'q. Faqat yosh bolalarda degan. Yosh bolalarni ko'rsangiz, emaklaydigan vaqtida og'ziga hamma narsani solib, o'sha vaqtida bolalar gijjasining tuxumlari yosh bolalarga yuqadi. Xo'p, demak, bolalar gijjasining oraliq xo'jayini yo'q. To'rtinchisi, cho'chqa tasmaso'yin chuvalchangi deyapti. Cho'chqa tasmaso'yin chuvalchangining asosiy xo'jayini odam va qoramollar, oraliq xo'jayini cho'chqa bo'ladi. Beshinchisi, askariyda. Demak, askariydaning asosiy xo'jayini odam, oraliq xo'jayini yo'q. Bu faqat odamga sabzavot, ko'katlarni yaxshi yuvmasdan odamga yuqadi. Demak, bizada oraliq xo'jayinsiz bolalar gijjasi bilan askariyda. Demak, 7-si D javobga to'g'ri kelyapti. 8-sida tugrak chuvalchanglarning yassi chuvalchanglardan farqini toping. Demak, yassi chuvalchanglar tanasi bo'g'imlarga bo'lingan bo'ladi. Ya'ni bularda anal teshigi rivojlanmagan yassi chuvalchanglarda, tugrak chuvalchanglarda anal teshigi paydo bo'lgan. Tana bo'lishi, demak bizlarda tana bo'lishi demak u farq emas. Anal teshigining bo'lishi farqi. Demak, tugrak chuvalchanglar, ya'ni odam askaridasida anal teshigi paydo bo'lgan. Klokaning bo'lishi, u ikkalasida ham kloka yo'q. Kloka bo'lmaydi. Kloka faqat suvda hamda qotib yashovchilarda, suzayib yuruvchilarda, qushlarda bo'ladi. 3 bor javob chiqarib tashlaymiz. Xo'p, 4-si ichki a'zolarning murakkab tuzilganligi. To'g'ri. Ya'ni bularda anal teshigi paydo bo'lganligi uchun murakkab bo'ladi.
Yassi chuvalchangni ana teshigi bo'lmagan, hazm bo'lmagan qismi og'iz orqali qaytqa-qaytaveradi. Hop, 5-sida demak oshqozonning bo'lishi. Demak, to'garak chuvalchanglarda oshqozon bo'ladi. Demak, bizlarda ana teshigning bo'lishi, ichki a'zoning murakkab tuzilganligi va 5-chi oshqozonning bo'lishi, demak, to'garak chuvalchanglarni yassi chuvalchanglardan farqini kelib chiqadi. Demak, bizlarda 8-sida A javobga to'g'ri kelyapti. 9-sida quyidagi berilgan hayvonlar qaysi sinfga mansub? Demak, bizlarda qaysi sinfga mansubligini topishimiz kerak. Hop, birinchisida oq planariya. Endicha ovoz boryaptimi? Hop. Demak, qaysi savoldan keyin ovoz bormay qoldi? Qaysi savolda qolib ketdingizlar? Hop. Demak, bizlarda qaysi savolda qolib ketdik? Tahlilimizda ovoz bormay qoldi. Nechinchi savoldan boshlab? Demak, bizlarda 10-savoldan menimcha boshlamay qoldi. 10-savoldan davom ettiramiz. 13-danmi? Hop. Demak, bizlarda 10-savoldan boshlaymiz. 10-savoldan go'sht uchun ko'plab ovlanadigan mollyuskalar berilgan javobni aniqlang deyapti. Go'sht uchun ovlanadiganlari hop. Taroqcha, ustritsa, midya. Midya, ustritsa, taroqchalar bu go'sht uchun ovlanadigan mollyuskalar. Go'sht uchun ovlanadigan mollyuskalar. Demak, 10-sida S javobga to'g'ri kelyapti. 11-sida daryo qishbaqasining qaysi organlar soni 2 ta, 4 ta, 6 ta, 8 ta, 10 ta deyapti. Demak, bizlarda daryo qishbaqasini demak 2 ta bo'lgani faqat qisqichlari 2 dona bo'ladi. Ya'ni bir juft qisqich degan. Demak, 2 ta qisqich bo'ladi. Hop, 4 ta degan. 4 tada bu dum suzgichlari. Ya'ni bizlarda dum suzgichlar 2 juft dum suzgichlari bor. 2 juft dum suzgichlar yordamida harakatlanar ekan. Demak, 4 ta dum suzgichi bo'ladi. Hop, 6 ta degan jag'lari va jag' oyoqlari, ya'ni jag'lari va jag' oyoq 3 juftdan degan. Hop, 8 ta degan 8 ta bizda bu yurish oyoqlari bo'ladi. Ya'ni 4 juft yurish oyoqlari. Demak, 8 ta bo'ladi. Hop, 10 ta degan bu 10 tasi demak bizada qorin oyoqlari bo'ladi. Ya'ni 5 juft qorin oyoqlari bo'ladi degan. Demak, bizlarda qorin oyoqlari jami 7 juft degan. Ya'ni 2 juft dum suzgichlari, qolgan 5 jufti qorin oyoqlari aylangan. Demak, bizlarda 11-sida S javobga to'g'ri kelyapti.
Keyingisida demak bizlar 12-sida 12-sida hop organlar, ichki a'zolar, to'qimalari qon suyuqligida joylashgan hayvonni belgilang deyapti. Demak, to'qima suyuqligida joylashganlari ochiq qona Endi ovoz boryaptimi hammaga? Hop, uzr so'raymiz. Internetimiz salgina qotganligi uchun hammadan. Hop, demak keyingisida, demak 12-sida ichki a'zolari va to'qimalari qon suyuqligida joylashgan hayvonlarni belgilang deyapti. Ya'ni bizlarda ochiq qon sistemasi bo'lishi kerak. Ochiq qon sistemasiga ega bo'lgan organizmni olishimiz kerak. Ya'ni bizlarda umurtqasiz hayvonlar olishimiz kerak. Birinchisi asallarida ham ochiq qon sistemasi, askaridada yo'q. Askaridada qon sistemasi paydo bo'lmagan. Burada yo'q. Ikkinchi qatlashimiz. Uchinchisi tilla qo'ng'iz. To'g'ri, bularning ochiq qon sistemasi. Mart qo'ng'izi degan. Demak, mart qo'ng'iz, may qo'ng'iz bo'lishi kerak. May qo'ng'izda ham ochiq qon sistemasi bo'ladi. Kolorado qo'ng'izi degan, Kolorado qo'ng'izi ham demak ochiq qon sistemasi. Bizda yomg'ir-chuvalchangi, tibbiyot zulugi, nerida degan bularimiz yopiq qon sistemasi, ya'ni halqali chuvalchanglarda yopiq qon sistemasi bor. O'shaning uchun ham demak bularda yopiq qon sistemasi bular chiqarib tashlanadi. Demak bizlarda 1, 3, 4, 5. Demak 12-si S javobga to'g'ri kelyapti. Hop, hammaga ovoz boryaptimi? Ovoz boradigan bo'lsa, demak 13-si. Erkak chivinlar nima bilan oziqlanadi? Urg'ochi chivinlar odamning qoni bilan oziqlanadi. Erkaklari bo'lsa, o'simlikning shirasi bilan oziqlanadi. Erkaklari o'simlikning shirasi bilan oziqlanadi. Demak, bizlarda 13-sida B javobga to'g'ri keladi. O'simlik shirasi bilan oziqlanadi. 14-si quyidagilardan lansertnikka xos bo'lmagan belgilarni topishimiz kerak. Demak, lansertnikka xos bo'lmagan belgilar topishimiz uchun, demak, birinchisi A varianti aytayapti, bosh miya bosh qutisi bo'lmaydi. To'g'ri. Bu xos bo'lganligi uchun chiqarib tashlaymiz. Bizda xos bo'lmagan ma'lumot topishimiz kerak. B variantda bosh miya bosh qutisi bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi, olamiz. Xorda faqat lichinkalik davrda bo'ladi deyapti. Bularda xorda faqat lichinkalik emas, bir umr davomida umr bo'yi saqlanib qoladi xordasi. Sini ham olamiz. D da aytayapti, xorda umr bo'yi saqlanib qoladi. To'g'ri, demak chiqib ketadi. E varianti aytayapti, yuragi bo'ladi. Yo'q, bularda yurak bo'lmaydi. Yurak vazifasini halqum atrofidagi yirik qon tomirlar vazifasini bajaradi, yurak vazifasini. Neft nayi xorda ostida joylashgan. To'g'ri, chiqib ketadi. Yuragi bo'lmaydi, to'g'ri. Demak, bizda to'g'ri ma'lumotlar chiqib ketadi, faqat xos bo'lmagan ma'lumotlar bizda B, C, E variantlar bo'ladi. Demak, bizda 14-si D javobga to'g'ri kelyapti. D javobda demak xos bo'lmagan ma'lumotlar topilgan. Hop, 15-sida baqaning orqa oyoqlari va orqa oyoq kamari qanday suyalarni tashkil topgan? O'zi orqa oyoqlarga nimalar kiradi? Son, boldir, kaft, tovon suyaklari, kamar suyaklariga bo'lsa harakatsiz birikib ketgan. Demak, 3 ta chanoq suyagi. Demak, bizda baqaning orqa oyoqlariga son, boldir, kaft, tovon suyaklari, orqa oyoq kamarlariga harakatsiz birikib ketgan 3 ta chanoq suyagi. Demak, bizda 15-sida A variantga to'g'ri kelyapti. 16-sida qumbug'ma iloniga xos belgilarni toping deyapti. Belgilarni xoslang deyapti. Demak, qumbug'ma iloni tuxum qo'yib ko'payadi. Yo'q, bu tuxum qo'ymay tirik bola tug'adi. Zaharsiz, faqat asosan O'rta Osiyoda tarqalgan, ya'ni 7-sinf boshida qarasangiz, O'rta Osiyoda tarqalgan hayvonlarni toping degan. Demak, o'shaning ichida mana shu qumbug'ma iloni keltirilgan. Xo'p,
qurbaqa va ilonlarni tutib oziqlanadi. Bu ilonlarni yemaydi. Qumbuqma ilonni yemaydi. Tangachalik turkumiga mansub. To'g'ri, tangachalik turkumiga mansub. Sudrayib yuruvchilar turkumiga mansub. Sudrayib yuruvchilar bu sinf, sudrayib yuruvchilar sinfi bo'ladi. Demak, bizlarda tirik tug'adi, zaharsiz, asosan O'rta Osiyo hududida tarqalgan tangachalik turkumiga kiradi. Demak, bizlarda 2, 4, 5, 7 lar to'g'ri kelyapti. Demak, bizlarda 16-si S javobga to'g'ri kelyapti. Xo'p, 17-sida zaharsiz ilonlar to'g'ri berilgan qator toping deyapti. Demak, bizlarda zaharsiz ilonlar topishimiz kerak. Kobra bu eng zaharli ilon chiqib ketadi. Charx ilon ham zaharli, ya'ni charx ilon chaqqanda tanada kuchli og'riq paydo bo'ladi. Xo'p, chipor ilon. Chipor ilon zaharsiz, ya'ni bu chipor ilon eski binolar, xonadonlarda uchraydi. Klor ilon ham zaharli, chiqib ketadi. Suv ilon zaharsiz, qumbuqma iloni ham zaharsiz. Sariq ilon degan bu sariq ilon kaltakesak. Sariq ilon ya'ni oyoqsiz kaltakesak degan sariq ilon kirmaydi. Bu kaltakesak ilon emas. Qora ilon bu ham zaharli, urchiqsimon ilon degan bu urchiqsimon kaltakesak. Ya'ni bular kaltakesak chiqib ketadi. Demak, bizlarda chipor iloni, suv iloni, qumbuqma iloni. Ya'ni bular zaharsiz bo'ladi. Demak, bizlarda zaharsiz ilonlarga 3, 5 va 6. Demak, B javobga to'g'ri kelyapti. Hop, 18-sida noto'g'ri fikrni aniqlang deyapti. Hop, noto'g'ri fikrlar A varianti ko'rsak, naysimon suyaklarining qovog'i yoqsimon sariq ilik bilan to'lgan. To'g'ri. Qovog'ida sariq ilik, og'zida qizil ilik bo'ladi. B varianti ko'rsak, demak bu to'g'ri variant bo'lgancha chiqib ketadi. To'g'ri fikr bo'lgancha chiqib ketadi A variant. B variant qizil ilikda qonning shaklanishida hosil bo'ladi. To'g'ri. Qizil ilikda qonning shaklanishida, ya'ni eritrositlar, leykositlar, trombositlar hosil bo'ladi qizil ilikda. Demak, bizda to'g'ri variant bo'lgancha chiqib ketadi. S'da kurak suyagi shakliga ko'ra chanoq suyagi bilan bir guruhga mansub, ya'ni yassi suyaklarga kiradi. Kurak suyagi ham, chanoq suyagi ham yassi suyaklar guruhiga kiradi. Demak, C varianti to'g'ri bo'lgancha chiqib ketadi. Bizda noto'g'ri fikr odamning oyoq kamarlar suyagiga ikkita umrov va ikkita kurak suyaklar. Bizda ikkita umrov, ikkita kurak suyaklari bu qo'l kamar suyaklariga kiradi. Oyoq kamariga emas, qo'l kamariga kiradi. O'shaning uchun bizda D javob bo'ladi. 18-sida D javob bo'ladi. 19-sida bolani vaqtidan oldin balog'atga yetishini sekinlashtiradigan bez. Ya'ni bizlarda gipofiz bezining gonadotrop gormonini sekinlashtiradigan bez bu ayirsimon bez. Ayirsimon bez gipofiz bezi, ya'ni jinsiy bezda faoliyatini sekinlashtirib, ya'ni erta balog'atga yetishlarini oldini olib turadi. Ya'ni mana shu savollar ham temda tushgan. Savollarga e'tiborliroq bo'lib ishlaymiz. Sababi endi bundan buyog'i temda tushish darajasi, mana shunaqa darajada tushadigan savollar qo'yiladi. Demak, bizlarda bolani vaqtidan oldin balog'atga yetishini sekinlashtiradigan bez degan ayirsimon bez. Ayirsimon bez erta balog'atga yetish davrini oldini sekinlashtiradi. 20-sida qaysi javobda eukariot va parazit prokariot organizm berilgan? Demak, o'lat qo'zg'atuvchisi bu o'lat bakteriya, prokariotlar kirib ketadi, ya'ni chiqib ketadi. Ulatrix, ya'ni eukariot, ya'ni suvlarga kiradi. Bizda nerida degan, nerida bizda eukariot, prokariot emas. Xo'p, S'da demak tufilka eukariot, demak o'lat qo'zg'atuvchisi bu parazit prokariot. Demak, 20-sida S javobga to'g'ri kelyapti. D varianti vertisil zamburug' eukariot. Qoramol tasmasmoni demak bu parazit, lekin prokariot emas, eukariot. Demak, bizda 20-savolimiz S javobga to'g'ri kelyapti. Hammaga ovoz boryaptimi? Ovoz boradigan bo'lsa, demak bizlar davom ettiramiz. 21-savol. Odam organizmidagi nechta qovurg'a umurtqaga birikkan va nechtasi birikmagan? Demak, bizlarda qovurg'alarimiz, demak, ko'krak umurtqalarimiz 12 ta, qovurg'alarimiz 12 juft bo'ladi. 12 juft, ya'ni 24 ta bo'ladi. 24 tani hammasi birikkan. Nechtasi bo'lsa, 0 tasi birikmagan.
Bizada hammasi birikkan. Demak, bizada 21-sida A javobga to'g'ri kelyapti 21da. Hop. 22-sida ona ari qaysi xususiyatiga ko'ra ishchi ari va erkak arilarga o'xshaydi? Demak, bularda nishtarga ega degan. Nishtarga ega bo'lsa, bu ishchi arilarga o'xshaydi. Ya'ni ishchi arilarda nishtari bo'ladi. Ikkinchisida urug'lanmagan tuxum hujayradan rivojlanadi. Urug'lanmagan tuxum hujayradan bu emas. Ya'ni urug'lanmagan tuxum hujayradan erkak arilar rivojlanadi. Urug'langanidan, demak, urg'ochilar rivojlanadi. Xo'p, demak, ikkinchisi erkak arilarga o'xshaydi. Uchinchisi og'iz organlari kemiruvchi, so'ruvchi tipda tuzilgan. Demak, uchinchisida demak og'iz organlari kemiruvchi tipda tuzilganlarga, demak, bizada kemiruvchi, so'ruvchi bu urg'ochilariga o'xshash bo'ladi. Qurtlarni oziqlantiradi. Bu urg'ochilari. Urug'langan tuxumlardan rivojlanadi, to'g'ri. Bu urg'ochilariga xos. Yana ishchi arilar. Ishchi arilar qaysi desa, ko'payish qobiliyati yo'qotgan urg'ochilari bo'ladi. Og'iz organlari yaxshi rivojlanmagan. Yaxshi rivojlanmagan bo'lsa, erkaklariga xos. Erkaklari hech ish qilmaydi, faqat oilada yeb ichib yotaveradi. Demak, bular ham ona ari ham erkak, demak, og'iz organi yaxshi rivojlanmagan. Orqa oyoqlari gul changini yig'ib olishga moslashgan. Ya'ni bu ishchi arilarga xos, lekin urg'ochilar ona arini vazifasi emas. Bu hech qaysiga kirmaydi, yetti joy chiqib ketadi. Tanasi yirik bo'ladi. Tanasi yirik bo'lishi bu demak bu erkak arilarga xos. Demak, bizlarda 22-sida A javobga to'g'ri kelyapti. Ya'ni nishtarga ega, urug'langan rivojlanadi, og'izlari yaxshi rivojlanmagan erkaklarga xos va tanasi yirik bo'lishi erkaklarga xos. Demak, 12-sida, 22-sida A javobga to'gri kelyapti. Xo'p. Demak, 23-sida kretinizm qaysi gormon yetishmaganidan kelib chiqadi? Ya'ni kretinizm bu tiroksin gormoni. Ya'ni qalqonsimon bezning tiroksin gormoni kam ishlab chiqarilganda, demak, yosh bolalarda kretinizm kasalligi keltirib chiqaradi. Demak, bizada 23-si B javobga to'g'ri kelyapti. Hop. 24-sida bezlar ishlab chiqaradigan gormonlar bilan juftlang deyapti. Demak, bizlarda qalqonsimon bez tiroksin gormoni ishlab chiqaradi. Qalqon oldi bezi parad gormoni ishlab chiqaradi. Gipofiz bezi somatotrop gormoni ishlab chiqaradi. Ayrilsimon bez, ya'ni timozin gormoni ishlab chiqaradi. Buyrak usti bezi, ya'ni po'stoq qavatidan androgen estrogen, demak, qiz qavatidan adrenalin ishlab chiqaradi. O'shaning uchun hop, keyingisi epifiz bezi melatonin gormoni ishlab chiqaradi. Demak, bizada hamma bezlarni demak gormonlar bilan juftlab chiqsak, 24-sida S javobga to'g'ri kelyapti. Demak, qalqonsimon bez tiroksin gormoni, qalqon oldi parad gormon, gipofiz bezi somatotrop gormoni, hop, epifiz bezi melatonin gormoni, ayrilsimon bez timozin gormoni, buyrak usti bezi, ya'ni po'stoq qavatidan androgen estrogen. Hop, 25-sida 25-savolimizdan barmoq kaft, umurtqa kaft. Hop, buni savol qolib ketgan ekan 25-sida. 25-sidan savol qolib ketgan ekan. Bizda faqat variantlar berilgan, ya'ni A, B, C, D variantlar berilgan, savol yo'q. Uzr, sizlardan savol qolib ketibdi, e'tibor bermabmiz. Hop, 26-si qaysi holatda yassi oyoqlikka olib keladi? Ya'ni yassi oyoqlik kelib chiqishi tug'ma, ya'ni ota-onadan o'tgan bo'ladi yoki hayot davomida orttirilgan bo'ladi. Ya'ni uzoq vaqt o'tirish, to'g'ri, yosh bolalarda ko'p bir joyda o'tirib qolsa yoki tik turib qolsa, og'ir ko'tarsa yoki qizlarimiz poshnali oyoq kiyim kiysa, yassi oyoqli kelib chiqadi. Demak, birinchisida uzoq vaqt o'tirish, to'g'ri. Uzoq vaqt o'tirsa, yassi oyoqli kelib chiqadi. Ortiqcha vazunlik, ya'ni ortiqcha vazirlikda kelib chiqmaydi. Bir qo'lda ish qilish, ya'ni bir qo'lda ko'proq ish qilsa, ya'ni bir tarafga bosib ketib, demak, bularda ortiqcha barmoqli, yassi oyoqli kelib chiqadi. 4-sida uzoq vaqt tik turib ish bajarish, to'g'ri. Ya'ni yosh bolalarda shunaqa bo'ladi. Xo'p, keyingisida demak yumshoq to'shaklarda yotish. Yumshoq to'shaklarda yotish
Yo'q, bo'lmaydi bu. A, keyingisi baland oyoq kiyim kiyish. Ya'ni poshnasi baland oyoq kiyim kiyishdan demak kelib chiqadi. Demak bizlarda 26-sida hop, ortiqcha vazirlik, demak uzoq vaqt tik turish, ish bajarish va poshnasi baland oyoq kiyim kiyish. Demak D javobga to'g'ri kelyapti 26-sida. 27-sida nuqtalar o'rniga to'g'ri javobni aniqlang. Qalqonsimon bez funksiyasi kuchayib, tirosin gormoni ortiqcha ishlab chiqarilganda, demak nima bo'ladi? Demak, qalqonsimon bez, tirosin gormoni ko'p ishlab chiqarilganda odamlarda organizm moddalar almashinuvi kuchayib, nerv qo'zg'aluvchanligi ortib ketadi. Ya'ni bizlarda ko'p ishlab chiqarilganda kasalligi ham bor. Ya'ni Bazidov kasalligi va tritoksikoz kasalligi bor. Ya'ni bizlarda Bazidov kasalligida ko'zda notabiiy charchayib, modda almashinuvi nerv qo'zg'aluvchanligi ham oshib ketadi. Ya'ni buni davolashda bezni bir funksiyasi olib tashlanadi, demak davolanib ketaveradi. 27-sida demak organizmda modda almashinuvining kuchayishi, nerv sistemasi qo'zg'aluvchanligining ortishi. Demak 27-sida D javobga to'g'ri kelyapti. 28-sida biriktirish to'qimaning suyuq, qattiq, tig'iz tolali va g'ovoq tolali xillarini aniqlang deyapti. Demak suyuqqa limfa qon, ya'ni 3 bilan 8 kiryapti. Xo'p, keyingisida demak qattiqqa tog'ay va suyak kiryapti. Demak 2 bilan 4. Xo'p, tig'iz tolali degan, tig'iz tolaliga demak chin teri va qon tomirlar devori bo'ladi. Tig'iz tolali. Keyingisi g'ovak tolali deyapti. G'ovak tolaliga yurak xaltasi, teri osti yog' kletchatkasi. Hop, demak bizlarda 28-sida B javobga to'g'ri kelyapti. Ya'ni suyuq qon, limfa, qattiq suyak tog'ay, tig'iz tolali, ya'ni bizlarda chin teri, qon tomirlar devor, paylar va g'ovak tolaliga yurak xaltasi, teri osti yog' kletchatkasi. Demak bizlarda 28-simiz B javobga to'g'ri kelyapti. 29-si hop, odamlarda umumiy qovurg'alar soni qaysilar? Ya'ni ko'krak qafasini hosil qiladigan qovurg'alar. Chin qovurg'alarimiz ya'ni 7 juft 14 ta bo'ladi. Soxta qovurg'alarimiz 3 juft, ya'ni 6 ta bo'ladi. Yetim qovurg'alarimiz 2 juft, bu 4 ta bo'ladi. Demak bizlarda 29-simiz A javobga to'g'ri kelyapti. Hop, 30-sida qaysi suyaklar soni 1 ga 3 nisbatda bo'ladi? Ya'ni bizlarda 1 ga 3, masalan bizlarda A variantga ko'rsak kurak suyaklari va yetim qovurg'alar. Kurak suyaklari bizlarda 2 ta bo'ladi. Yetim qovurg'alarimiz 4 ta, ya'ni 2 ga 4, 1 ga 2 nisbat bo'ladi. Demak chiqib ketadi. B variantga ko'rsak yelka deyapti. Yelka 2 ta suyak. Soxta qovurg'alarimiz demak 3 juft, ya'ni 6 ta bo'ladi. 2 ga 6, ya'ni 1 ga 3 nisbat bo'ladi. Demak B javob to'g'ri ekan. C variantga ko'rsak umrov. Demak umrov 2 ta. Chin qovurg'alarimiz 14 ta, ya'ni 7 juft bo'ladi. 2 ga 7, yo'q, 2 ga 14, ya'ni 1 ga 7 nisbatda bo'ladi. Tepa va peshona deyapti. Demak, tepamiz 2 ta, peshona 1 ta, ya'ni 1 ga 2 nisbat. Demak, bizlarda yelka va soxta qovurg'alar. Demak, B javob bo'lyapti. Demak, 30-savolimiz B javob bo'lyapti. Xo'p, demak, test tahlilimizda hamma savollarimizni e'tibor bilan qarangizlar. Chunki mana bu bezlar, mana shu suyaklarimiz, biriktirish to'qimalar, nuqtalar o'rniga xos xususiyatlar, odamlarda uchraydigan kasalliklar, hayvonlar, ya'ni zaharli, zaharsiz ilonlar yoki qaysidir organlarni juftlab ko'rsatish kerak. Mana shu savollarga e'tibor berib ishlangizlar. Chunki bular DTMga tushishi mumkin. Tushish darajasidagi savollar bo'lyapti hammasi. Xudo xohlasa, 2 oy vaqtimiz qolgan. 2 oy vaqtimizni unumliroq o'tkazishimiz kerak. Chunki abituriyentlarimizni bu test qilishimizdan maqsad abituriyentlarimizni test darajasini oshirish,
qancha ko'p test ishlasangiz, odamda shuncha ochiladi. O'shaning uchun ham mana shulardan foydalanamiz. Har hafta Xudo xohlasa, hozir har haftada bir marta bo'lyapti. Kelasi oydan, ya'ni may oylaridan haftasiga 2 marta yoki 3 marta qo'yishimiz mumkin. Ya'ni sizlarning foydalaringizga unumliroq foydalanib, kerakli testlarga e'tibor beringizlar. Xudo xohlasa haftasiga 3 martadan qo'ysak, bittadan variant ishlab borsangiz, ya'ni bir haftada 180 ta savol ishlaysiz. Ya'ni bitim darajasi savollarga e'tibor beringizlar, yaxshilab ishlangizlar. Xudo xohlasa, unumliroq, ya'ni foydaliroq bo'ldi deb umiddamiz. Qanaqadir savol yoki takliflarimiz bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Hammangizga rahmat. Qatnashganlar ham hammangizga ming bor rahmat aytamiz. Hop, kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol beraversangiz bo'ladi. Hop, hamma qatnashganlarga rahmat aytamiz. Demak, savollarni kuzatib boring. Tashlab ham boraveramiz, kanallarga ham tashlaymiz. Kanallarimiz ham bor. Kanallarga hamma variantlar berib boraveramiz. E'tibor bilan ishlaymiz. Qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol beraveringizlar. Hammangizga rahmat.